Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qonunchilikka ko'ra 2 va undan ortiq 16 yoshga to'lmagan bolalari bor yolg'iz onalar daromad solig'idan qisman ozod qilinadi. Bunda ularning har bir oy uchun mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 1,41 baravari, ya'ni 1,792,110 so'm miqdoridagi daromadlardan daromad solig'i olinmaydi. Bu imtiyoz har bir bola uchun fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari tomonidan taqdim etiladigan ma'lumotnoma asosida beriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Telegramdagi huquqiy axborot kanali.